7. Boyagi YouTube'da boya unaqasini bossam üzülüp qopti video. 7 sentyabr mana 2020-yil va qoqilgan joyimizga shlangani qoqyapmiz. 15 ama shlanga 15 metr yigitlar. 15 metr shlanga mana. Yordamchi kuch keldi inshaalloh. Alijon, Shuhratbek, Azimjon, Qurshobda qo'shqonlari. Suv chiqarish bilmaganlar o'rganinglar mana. Ammo asharga suv quyish kerak ekan, ha? Qaynab suv choy bo'lsa ham bo'ladi. Bitta kuygiz boring. Zajjalkalar bor? Oybek, mana zajjalka bor. Men hozir olib beraman mana. Mana zajjalka hozir ko'ruvdim mashina. Kimdir qolib ketibdi deyodim. Polni qo'l yaqin. Hozir tushaman. O'zi 11 metr to'liq shlanga kiribdi, mana hozir chiqqani 5 metr bor mana u. Tushib ketdi bu. Taqalib kunaniki bo'lmaz, bu qayerga qo'yadi. Bo'ldi mana. O'sha bu yoqqa chiqib mana chiqaraylikmi motor? Qonunga so'raman. Bismillahirrohmanirrohim. Bir ikki paqir ketib qoladi, ha, suv. Ya, ana teshikda ost teshib qo'yma, ost teshmadimi? Menga o'z suv bo'ladi. Oybek. O, bir ikki paqir suvdan kelib solib qo'yib yuboring-ku. O, motor bor endi, ana u Shavkatnikini uni chiqarib o'qiyincha bo'lsa bu. Motor nima? Chiqaraveramizmi bo'lsam? Quygan suvdan nechta ketdi? O'zini qo'yishda shablar chiqib ketadi-da. Motor buloq qo'yishdi, mana sarıldı. Bunu tortolmaydi motor. Yo'q, rasl ayaqada mana o, Shuhrat. Sal qana tutib keyin motor bulash kerak. Mana inshaalloh Xudo xolasa suv chiqdi oxiri. Shunda hozir mana o'tiribman. Bir 5 metr chiqib turibdi yerni betiga hozir, ha? Ya 5 metr. Ha. 15 metr o'tdi. Mana inshaalloh suv chiqardi. Xudo xolasa mana shu suv qiyomatgacha oqadi. Mana Alijonning qo'lida suv chiqdi inshaalloh. Alijon, sen ko'rmanasini berasan endi deb qo'yaman. Hozir chiqargan to'laydi-da hozir. Ha? Kellar endi. Topdilarmi sen? Suvlarni ichganman deb qo'ya. Assalomu alaykum va rahmatulloh.